يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İctimai işlerdeki ilahi talimat. İman etqanlar bir qavm yana bir qavmni masxara qilmasin. Balki masxara qilingan qavm masxara qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ayollarmi boshqa ayollarni masxara qilmasin. Belki masxara qilinguchi ayollar masxara qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar, bir-biringlarni yomon laqablar bilan chaqirmanglar. Iymon etgandan keyin fosiq degan atoqqa qilish nima degan yomon. Kimki bundoq ishlardan tavba qilmaydi ekan, ana shular o'ziga o'zi zulm qilguvchilardir. İman etqanlar, bir-biringlar haqida to'la gumon qilishdan saqlaninglar, chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Bir-biringlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramdi. Ana uningdan yirgandinglar. Allohdan qo'rqinglar. Shaksizki Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir, nihoyat mehribondir. İyi insanlar, şəksizki biz sizlərni bir bir ayaldan yaratdıq. Özara tanışışınlar üçün sizlərni nurgun millət və qəbilələr qıldıq. Şəksizki Allah'ın dərgahida ən hörmətlik hesablandığınlar ən təqvadar bolğanlardır. Allah həqiqətən həmmini bilgücüdür, həmmidin xəbərdardır. Təfsiri. İman etqanlar bir qavm yana bir qavmni masxara qilmasin. Belki masxara qiluvchi qavm masxara qiluvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda bizni kishilarni masxara qilishdan man'iy qilgan bo'lib, bu rezil qiliqdan man'iy qilishda bizga mu'minlik sifatimiz bilan xitob qilgan va bu sifatimizni bizga eslatgan. Bu Alloh taolo tarafidan bizga o'rgatilayotgan go'zal axloqning İmanın tələbi və təqazzası ekanligini bildirish uchundir. Şuna ulamolar güzel axloq imanın qo'ldishidir deydi. İman etqanlar bir odam yana bir odamni, bir jamoa yana bir jamoani, bir millat yana bir millatni masxara qilmasin. Chunki kishilarni masxara qilish va ularni külke obyekti qilib olish shaytonni xush qiladigan, odamni gunohga elib boradigan, yomonlikqa turtki bo'ladigan, mu'minlar o'rtasida dushmanlik paydo qiladigan va Alloh taoloni g'azablantiradigan rezil ishdir. Masxara qilguvchilar rezillikka patgan,
güzel ahlaktan, isil xislatdan ve yaxshi sifatdan nasibisi bo'lmagan baxtsizlardir. Birovni masxir qilish masxir qilg'uchining rezilligiga va axloqining nacharligiga dalildir. Ayollarning bir-birini masxir qilishi to'g'ri emas. Ularning mayli ayollarni, mayli erlarni qandaqla bir odamni masxir qilishi qat'iy durust emas. Bunda qilg'uchilar dinimizda harom qilingan qabih gunohni sodir qilgan bo'ladi. İnsanlar birovlarni o'zlaridan tuvan ko'rib yoki ko'zga ilmay masxir qilgani bilan masxir qilingan ashu shaxslar ko'p hollarda masxir qilg'uchilardan afzal va yaxshi bo'lib chiqadi. Bir-biringlarni ayıplamanglar, bir-biringlarni yomon laqablar bilan chaqirmanglar deydi. Mu'minlar bir tanga o'xshash bo'lib, ularning bir-birini ayıplaganligi o'zini ayıplaganligidir. Uning ustiga boshqalarni ayıplaganlik o'zining ayıplanishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajul valideyhi. Yani birovning o'zining ota-onasini tillashi cho'ng gunohdir deganda sahobalar ya Rasululloh birov o'zining ota-onasini tillamdi deb so'ragan. Payg'ambar alayhisalom ularga javob berib, birov boshqa birining otasini tillaydi, shuning bilan uning otasini tillaydi. Uning onasini tillaydi, uning onasini tillaydi degan. Muhaddis olimlar bu hadisni sen birovning ota-onasini tillasang, u sening ota-onangni tillaydi. Shuning bilan sen o'zingning ota-onasini tillagan bo'lasan deb sharhlagan. Bir-biringlarni yomon laqablar bilan chaqirmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarni o'zlari yoqtirmaydigan, chiroyli bo'lmagan ismlar bilan chaqirmaslikqa, balki ularni o'zlari yoqtiradigan chiroyli ismlar bilan chaqirishga buyurgan. Alloh taolo kishilarni yomon so'zlarni qilishdan man'i qilishda ishni eng yomonidan va ziyni eng cho'ng bo'lganidan boshlab avval masxara qilishdan, ondan ayblashdan, ondan yomon laqablar bilan chaqirishni to'sgan. Masxara qilish eng cho'ng gunoh va eng nachar qilmishdir. Ammo birovni o'zi yomon ko'rmaydigan va ranjib qolmaydigan laqabi bilan chaqirish gunoh emas. Chunki mashhur bo'lib qolgan laqabi bilan chaqirilgan kishilarning to'lisi navoda bu laqam o'zi yomon ko'radigan sat laqamlardan bo'lmasa, bundaq chaqirishdan ranjib qolmaydi, rohatsiz bo'lmaydi. Alloma ibn Jarir Tabari bu oyatda man'i qilinganini birovni o'zi yomon ko'radigan laqabi bilan chaqirish ekanligini bayon qilgan. Tafsir Jazoirida "Wala tanabazu bil alqab" degan oyatga musulmon odam o'zining musulmon qarindoshiga u yomon ko'radigan laqabni qo'ymasin deb ma'no etgan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman degan oyatga Alloma ibn Jarir Tabari mundaq ma'no etgan. Kimki iymon etgandan keyin mu'minlarni masxir qilish, ayiblash va yomon ko'radigan laqablar bilan chaqirish qatorliq biz yuqorida man'i qilgan gunohlarni qildigan, u fosiqdir. Ya'ni Allohning itoatidan chiquvchidir. Shunga sizlar bu gunohlarni qilmanglar. Agar bu gunohlarni qilsanglar, sizlar fosiq deb atilib qolasizlar. Alloma Jazoiri mundaq ma'no etgan. Birov iymon etib, axloqida, ibodatlarida komil mu'min bo'lgandan keyin uni fosiq deyish eng qabih qilmishdir. Bir mu'min odamning o'zining mu'min qarindishini fosiq, kofir deyishi qat'iy haromdir. Ve men lem yetub fe ulaike humuz zalimun. Yani kimki yuqorqi gunohlarni sodir qilgandan keyin uningdan yenib Alloh taolaga samimiy tavba qilmaydi ekan, u o'ziga o'zi zulm qilgan va o'zini Alloh taolaning g'azabiga va azobiga tegishli qilgan bo'ldi. Iymon etganlar, bir-biringlar haqida to'la gumon qilishdan saqlaninglar. Chunki ba'zi gumonlar gunohdir. Bir-biringlarning aybini izlamanglar, bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Allah Taala oldingi oyatlarda musulmonlarni kishilarni masxir qilishdan, ayblashdan va ular yoqtirmaydigan laqablar bilan chaqirishni to'sgan bo'lsa, bu oyatda ko'z oldida bo'lmagan kishilarning hurmatini va haq huquqini qo'g'dashga buyurgan va ularning izzat obro'yini dafsanda qilishni to'sgan. Bu tuvandagidek 3 cho'ng illatni o'z ichiga oldi. Birinchi, kishilar haqida yomon o'yda bo'lish. Ikkinchi, kishilarning aybini izlash. Uchinchi, kishilarning g'aybatini qilib
ularning aybini echish. Mundaq rezil illetler haqiqiy mu'min kişilerde tepilmaydı. Çünkü bu illetler elbette imanға zid kelidi. Şuna Allah Taala Müslümanlarni bundaq rezil qilmishlardan mani qilishda ularning imoni bilan nida qilgan. Bu illetler bir xil tadrijilikni boshdan kechirgan bo'ladi. Masalan, yomonlik birovni yomon gumon qilish bilan boshlangan bo'lib, uningdan keyin uningdan ayb izlash, ondan uning haqida so'z cho'chak tarqitish keladi. Ondan bu ishlar o'zaro dushmanlashish va bir-biridan yiroqlashish va bir-biridan nafratlanish bilan natijalanadi. Agar qalbingiz sog'lom, niyatingiz durust bo'lsa, birovning gumon qo'zg'aydigan ishlarini yaxshi deb o'ylaysiz va yomon natija chiqarishga oldirmaysiz. Chunki u mazkur gumonlik ishni bilmasdan qilib qo'ygan bo'lishi yoki siz boshqacha tushunib qolgan bo'lishingiz mumkin. Ey iman etganlar, bir-biringlar haqida to'la gumon qilishdan saqlaninglar. Bu intayin inchika va nozik bir ta'bir bo'lib, oyatda gumonning hammasidan emas, balki ko'p gumon qilishni to'sgan. Demak, gumonning hammasi gunoh emas va hammasi man'iy qilinmaydi. Chunki insonlar ba'zi gumonlarga muhtoj bo'ldi. Masalan, jonni va molni qandoqlar bir ziyon zahmatni qo'g'dash ishlarida ehtiyot bilan ish ko'rganga, oyat va hadislardan diniy hukmlarni chiqarishda gumonning kuchli tarafiga amal qilganga, tijorat va kasb ishlarida gumon va taxminlarga tayinib ish ko'rganga o'xshash. Ammo man'iy qilingan gumon ba'zi kishilarning ko'nglida boshqalar haqida paydo bo'ladigan salbiy o'y, fikr, xato tushuncha va yomon o'ylardir. Masalan, gumonxo'r odam birovning yaxshilikmi, yomonlikmi ehtimoli bo'lgan bir ishini ko'rganida uni yomonlik tarafga o'rib, uningdan yomon natija chiqardi. Uning bundoq yomon natija chiqishiga turtki bo'lgan sabab uning qarshi tarafga bo'lgan o'chmanligi yoki yomon gumonidir. Buni uning insonlarga bo'lgan xato tushunchasi va odamlarning hammasi yomon, hammasi gunohkor deb xiyol qilishi texmi kuchlantirib etadi. Kishilar haqida yomon gumon qilish insonlar orasida o'rtoq bo'lib qolgan bir qadimiy illat. Biz oyatdagi gumon bilan yomon gumonning farqini cho'qim ayirib olishimiz lozim. Alloh taolaning ba'zi gumonlar gunohdir degan so'zi to'liq badiiy, to'liq adolatlik va to'liq ma'nilik so'zdir. Ba'zi gumonlar gunohga sabab bo'ladigan tursa, biz nima uchun kishilar haqida yomon gumon qilishni saqlanmaymiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam halolmi iniqdir, harommi iniqdir. Ammo bu ikkisining o'rtasida shubhilik narsalar bor bo'lib, bularni ko'p kishilar bilmaydi. Shubhilik ishlardan saqlangan odam o'zining dinini va nomusini qo'g'dab qolgan bo'ldi. Shubhilik ishlarga tushib qolgan odam haromga tushib qoladi. Bu chegara bo'yida qo'y boqqan va qo'ylari chegaradan o'tib ketishga tas qolgan podshohga o'xshaydi deb ko'rsatgan. Shu aniqki, man'iy qilingan gumon kishilarga ziyon zahmat yetkazishga sabab bo'ladigan yomon gumonlarni ko'rsatadi. Ammo saqlanish va ehtiyot qilishga o'xshagan gumonlar man'iy qilinmaydi. Balki mundaq gumonlar boshqalarga ziyon yetkazmaslik sharti bilan yo'lliq sanaladi. Bir-biringlarning aybini izlamanglar. Bu gumonning taraqqiy qilgan turi yoki uning ikkinchi bosqichidir. Chunki inson birov to'g'riliq gumonlanib, uning ishlaridan o'z gumonini kuchlantiradigan biror sabab topolmasa, faqat o'z gumonini kuchga ega qilish uchunla uning aybini va kamchiliklarini izlashga kirishidi. U bu jarayonda uning yaxshilik taraflarini hargiz izlamaydi va ko'rsimi ko'rmasga soladi. Faqatla uning yomonlik taraflarini izlaydi. Uning aybini tepib olsa, darhol uni cho'ngaytidi va mubolag'a qilib ko'rsatadi. Mana bu iymoni ojiz, axloqi nachar odamlarning qiliqidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaqlar xitob qilib mundaq degan: og'zida iymon etgan bo'lsa-mu, qalbiga iymon kirmaganlar jamoasi, musulmonlarning g'aybatini qilmanglar, ularning aybini izlamanglar. Kimki birovning aybini izlaydi ekan, Alloh uning aybini izlaydi, hatto uni o'z uyida rasvo qildi. Har qanday bir tarbiyachi yoki ustoz buningdan albatta mustasno. Chunki ular isloh qilish uchun, tarbiyalash uchun o'z tarbiyasi ostidagilardan ayb va kamchiliklarni izlab topadi.
ve onu ıslah qilishning yo'llarini qiladi. Ular herkes kishilarni rasvo qilish uchun ayb izlamaydi. Shunga ularning ayb izlashi yo'lliqdir. Chunki bir tarbiyachi o'z mas'uliyati ostidagilarning ayblarini va kamchiliklarini bayqay olmasa, ularga qanday tuzitish beralisin? Bir-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni g'ayvatni tonishtirib ve onundan tosuş maqsadi bilan sahabelerden "Atadruna mal g'ayba?" yani g'ayvatning nima ekanligini bilamsizlar deb so'raydi. Sahabeler "Alloh va uning payg'ambari obdan biladi" deyishdi. Shu vaqtda payg'ambar islom ularga g'ayvat degan birov haqida yomon ko'radigan so'zlarni qilishdir deydi. Yani birov haqida aşı kişi yomon ko'radigan so'zni qilishdir. Sahabelerden biri o'rnidan turib, birov haqida aytganlarim rost bo'lsa-chi deb so'raydi. Payg'ambar islom unga javob berib, uning haqida aytganlaring rost bo'lsa, uning g'ayvatini qilgan bo'lasan. Navoda uning haqida aytganlaring yolg'on bo'lsa, uni qarchaplagan, ya'ni tuhmat qilgan bo'lasan deydi. Birovning g'ayvatini qilish haqiqatan og'ir gunoh. G'ayvat kishilarning orasidagi do'stlikni dushmanlikka, inoqlikni bo'linishga aylantirib qo'yadigan, kishilarni bir-biridan yiroqlashtirib o'tadigan xatarlik illat. Ammo g'ayvat zulmga, nohaqchilikka qarshi turish, gunoh va ma'siyat sodir qilganlarni ayıplab başqalarga ibrat qilish, mahkamada guvohlik berish, birovning ijobiy va salbiy taraflarini baholash qatorliq ishlarda cheklanmaydi. Chunki bu holatlarda kishilarning ayiblarini o'ttirib chiqarish talab qilinadi. Shunga bunda qilish oyatda cheklangan g'ayvat turiga kirmaydi. O'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramdi degan oyatda kishilarning obro'yi va or nomusiga cheqilishning xuddi o'likning go'shini yeganga o'xshash yirginishlik ish ekanligini ifodalashda intayin mukammal bir o'xshatish uslubi qo'llangan. So'rinda hozir bo'lmaganligi uchun raddiya berolmaydigan kishilarning g'ayvatini qilib obro'yini to'kkan odam xuddi o'lik bo'lganligi uchun qarshilik ko'rsatilmaydigan birining go'shini yegan odamga o'xshatilgan. Bu nafratlantirish uslublarining eng esili sanaladi. Chunki odam go'shini yeyish qanchalik yirginishlik bo'lsa, o'lik birining go'shini yeyish texmi yirginishlik ishdir. Demak, g'ayvat qilish ana shundoq sog'lom tabiatlik odamni yirgandiradigan tulumur rezil illat. Oyatda yana qarindishining degan so'zning ishlatilganligi g'ayvatning odamni inton yirgandiradigan so'z ekanligini ifodalaydi. Chunki har qanday bir odamning go'shini yeyish shunchalik bak yirginishlik bo'lgan yerda uning dindosh yoki nasabdagi qarindishining go'shini yeyish texmi yirginishlik, texmi seskinishlik qiliqdir. Hatto odam go'shini yeydiganlar uchun bu eng qabih ishdir. Mana onundan yirgandinglar, undaqda Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni sizlarning o'likning go'shini yeyish degan so'zni anglash bilan albatta onun yirgindiganliginglar shak yo'q bir ish. Chunki bu inson tabiati. İnsanlar bundaq sözlərdən əlbəttə yirginidir. Əgər bilsənlər, birovning g'ayvatini qilib, onun yüz obro'yini to'kishmi shundaq yirginishlik gunohdir. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, Alloh taoladan qo'rqinglar, kishilarning g'ayvatini qilib, Alloh taolaning g'azabiga yo'liqib qilishdan va uning jazosiga tegishlik bo'lib qilishni hazar aylanglar. Birov shundaq rezil ishni qilsa, sizlar albatta uni yirginisizlar va nafratlanisizlar. Ahvol bundaq ekan, ko'zlarning xiyonatlari, dillarning yushurganlarini aniq bilib turadigan Rabbinglardan qo'rqinglar. Barliq gunohlaringlar uchun uningga tavba qilinglar. Chunki u tavba qiluvchilarning gunohlarini kechirguchidir. Bandalarga to'liq shafqatlik va mehribondir. Yuqorqilarning hammasi Alloh taolaning musulmonlarga nozil qilgan ko'rsatmalari bo'lib, haqiqiy iymonning yuqorqilarni qilmaslikni taqozo qildiganligini ularga bayon qilib bergan. Ey insonlar, shaksizki biz sizlarni bir bir ayoldan yaratdik. O'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Shaksizki Allohning dargohida eng hurmatli hisoblaninglar,
eng taqvodor bo'lguninglardir. Shaksizki Alloh hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Oyatga insonlar degan xitobga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo so'zni barliq insoniyatga qaratgan. Chunki o'zining nasibini hammadan ustun sanaydigan va o'z millatini oshirib maqtaydigan, boshqalarni tuvan sanash qatorliq illatlar insonlar yaratilgandan beri ularda bor bo'lib kelgan illatlardan bo'lib, bular inson tabiatining bir qismi. Allah Teala insanlarını bu illetini tutuşta intayin hikmetlik üslubunu kullangan. Allah Teala'nın insanlarını her xil millet, her xil renk ve her xil tıllarda sözleydiğin kılıp yaratkanlığı Allah Teala'nın güzel sanatlarını ve çeksiz kudretini namayan kıldığın delillerin biridir. İnsanların her xil millet kılıp yaratılganlığının hikmeti nihayeti köptür. Çünkü onların birbiri bilen tunuşuş arkalık, birbirinin yaxşı taraflarını, güzel ahlakını ve ügünüşki tegişlik taraflarını ügünüşü turğanlı gap. Tunuşuş arkalık soda kılışıda ve bir devlette bulmagan narsalarni başka bir devletke elip verip insanlığa yetkizdi. Mesela bir devletin çay çıkıdı, yani bir devletin kahve çıkıdı, yani bir devletin meyve çıkıdı. İnsanlar özara tunuşuş arkalık bir devlette bar narsalarni yok devletlerge erip bardı. Müslümanlar, Müslüman emes millet kişileri bilen tunuşuş arkalık ularga İslam davetini yetkizəleydi. Hiç bulmaganda İslam'ın güzel taraflarını ve evzellikini ularga körüstəleydi. İyi insanlar, Allah Teala sizlərinin əslanlar bolğan Adem Aleyhisselam'ın tupraqını yarattı. Sizlər həmmanlar bir atının perzentleri. Sizlərinin əslanlar bir ilahiyonlar bir tursa, sizler nimege asasen birbirlerden üstünlük talışızlar, nimege asaslanıp üzonlarını başkalarının evzel sanayisizler. Bilinler ki hemenler beraber insan, sizlerin birbirlerden artıklıklar ve evzellikler takvalık bilenler ölçünüdür. Bunun başka işlerde hemenler berabersizler. Peygamber Aleyhisselam'dan kandak adamın en hürmetlik adam işkenliki hakkında sorulduğunu da Etqahum, yani en takvadar bulğunidir cevap vergen. İyi insanlar, Allah Teala sizlerini Adem Aleyhisselam bilen onun cübdi Havva ikisinden köpeytti. Anda sizlerini kabillerge, milletlerge ayrıdı. Sizlerini birbirlerden farklandırış için her birimlerine alahide özgüçülük ve şekillerini verdi. Bu özgüçülükler kandak bulup aranlarda birbirlerini çetki kıkışka ve düşmanlaşka sebep bulup kalsın. Navada birbirlerden üstün buluş gerek olsa, o fakat sizlerin takvalıklar bilen buluda. Şuna sizlerin birbirlerden evzellikinler ve Allah Teala'nın nazarındaki kıymetinler fakat onunla itaat kılıp, günahtan yirak durup, takvalık kılış bilen buludu. Eğer sizler Allah Teala'dan korkuduğun, onun fermanlarını tuluk orundaydıgan, günah məsiyetini kaçıdığan bolsanlar, elbette Allah Teala'nın hürmetlik bendileri bulursunlar. Bunun başka birer işte sizlerini birbirlerden evzel digilip bolmaydı. Demek üstünlükünün ve artıqlığının ölçümü takvalık. Ehval bundaqken Allah Teala'nın nazarında ve kişilerin küzüde hürmetlik buluşunu xalqanlar takvalık kılışta birbiri bilen besleşsin. Takvalıkka aldırısın. Çünkü ez qatıdığını muşu. İslamda şundaq özgermez bir prensip var ki, Arapның Acamdan, Acamның Arapdan, oq tanlikning qora tanlikdan, qora tanlikning oq tanlikdan hech qanday üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvalık bilan buludu. Takvalık degan umumiy bir fazilat. Onun ifadesi Allah Teala'ga asilik qilishdan saqlanishda, Allah Teala razı bulduğun işlerini kılıçta körülüdü. Takvalık şundakla özünün hayattaki din ve dünyalık mesuliyetini tonup ada kılış digeliktir. Demek takvalık dünya ve ahiretlik hatircemlikinin ve cimi yaxşılıkının türküsüdür. Allah Teala bendilerini ve ulanın ehvalini nihayet obdan bilgücüdür. Ahireti ularga şununla qarab mukafat yaki jaza biridir. Yuqorqi ayetlerinin mühim noktaları. Kişilerini mezhir qilish ve ularga laqamlarni qo'yish İslam ahlakıga zid keladigan nachar qiliqlar bo'lib, dinimizde qat'iy cheklandi. İkinci, kişiler haqida yomon gumon qilish nachar axloq qatorida sanaldi. Üçüncü, g'ayvat qilish, gap to'shish ve kişilerin aybini izlash cho'ng gunohlarni sanaldi. Dördüncü, nesep bilen faxrlanish cahiliyet adamlardan bo'lib, cahiliyet adamlarının adetleri bulup, Müslüman adam İslam bilen faxrlandı. Dördüncü, en çoğun şeref ve en katı hürmet
taqvolikdir. Hürmetli qarindoshlar, shuning bilan sizlar bilan xo'shlashamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.